Mana navbatdagi ishimiz. Assalomu alaykum. Namafon o'rnatib berdik. Zamoklari bilan. Telefondan boshqarsa ham bo'ladi. Telefondan boshqarib eshikni ochsa bo'ladi. Дверь открыта. Вызываемый абонент в настоящий момент недоступен. Пожалуйста, позвоните позже. Yo'q, mana mexanически ochib ko'rsa ham bo'ladi. Hatto kamera o'rnatib berganmiz. Kameramizni bitta ham ko'rsak bo'ladi. Mikrofonlari bilan ko'rsatishi. Tana ko'rsatyapti. Xudo xolisa 4 megapikselli mikrofonli kamera qo'yib berganmiz. Ham ikkinchi kameramiz. O'rnatilgan. Akkuratni qilib. Bu yoqqa darvoza almashar ekan. Keyinchalik boshqa darvoza qo'yaman deyaptilar. O'shanga mo'ljallab simlarni tashlab ketdik. Hozir ichkarida bitta domofondan ikkita darvozani boshqarish ko'rsatib beramiz. Bu yerda hozir tester bilan ulab qo'yganmiz. Bunday qilib domofonga kiramiz edi. Domofon ishlab turibdi. 0 volt ko'rsatyapti. Birinchi eshikni bossam, bu eshik ochiladi. Bu eshik ochiladi. Bu eshik ochildi. Endi ikkinchisini bossam, bu eshik ochiladi. Xullas bitta domofondan ikkita eshikni ochib yopsa bo'ladigan funksiya bor o'shanda. Qurilishlar davom etyapti. Rengini bulab qo'yganmiz hamma narsa. Ekranimiz. Alohida ochib yopsa bo'ladi. İkinci eshik. Bular shunaqa ishlar. Bitta hammasini televizor orqasiga kameralarni chiqaradigan qilib qo'yganmiz. HDMI'larni. Mana ko'rinib turibdi. Bu yerda san'at asari. Bu blokni taniyamiz. Shu domofonni zamoklarni ochishga mo'ljallab tashqariga chiqarib yuborib qoldik. Bu yerdan hammasi kirib kelyapti. 4 tali poyi, hamma port ishlayapti. In-ear poyi mashina ichiga kiradi. 20 ichini yopiladi bu. Mana HDMI orqali ulab tekshiryapmiz. Ertaga tayyor bo'lsa HDMI kabelni tashlab qo'yganmiz. Yaxshisidan shunga ulanib bitta o'tkazib zapasi bor. 5 metrli yetmadi. 7 metrcha kerak edi o'ziga. 10 metrli tashlab yubordik. Xullas shunaqa ishlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar.